Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga avgust oyidan kuchga kirayotgan juda muhim o'zgarishlar haqida tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumot faqat pensionerlar yoki nafaqa oluvchilarga emas, balki har bir oilaga. Har bir ishlayotgan fuqaro, tadbirkor, ota-ona, talaba va ijtimoiy yordamga ehtiyoji bor insonlarga bevosita taalluqli. Chunki hukumat tomonidan qabul qilingan yangi tartiblar odamlarning puliga, hujjatlariga, davlat xizmatlaridan foydalanishiga, yordam va kompensatsiya olishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima o'zgargani, kimlar bundan foyda ko'rishi, kimlar ehtiyot bo'lish kerakligi, qayerga murojaat qilish, qanday hujjat tayyorlash va qaysi xatolardan qochish kerakligini bitta-bitta tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha navbat. Ortiqcha xarajat va rad javobidan saqlanadi. Avvalgi tartibda ko'p masalalarda odamlar aniq qayerga borishni bilmas edi. Masalan, kimdir nafaqa yoki moddiy yordam olish uchun mahallaga borardi, keyin tuman bo'limiga yuborilardi. Undan keyin yana bank, yana soliq, yana kadastr, yana ish joyidan ma'lumotnoma so'ralardi. Natijada oddiy bir arza uchun odam bir necha kunini yo'qotardi. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydiganlar, yosh katta insonlar, nogironlik bor fuqarolar va bolali onalar uchun bu juda qiyin edi. Endi avgust oyidan boshlab bir qator jarayonlar soddalashtirilmoqda. Ayrim ma'lumotlar davlat organlari o'rtasida elektron almashiladi. Ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha yengilliklar beriladi. Ayrim to'lovlar va arzalar bo'yicha muddatlar aniq belgilanadi. Men buni oddiy tilda aytaman. Endi fuqaro har bir ma'lumotnomani o'zi ko'tarib yurishi shart bo'lmagan holatlar ko'payadi. Davlat organi kerakli ma'lumotni o'z bazasidan tekshirishi kerak bo'ladi. Bu yaxshi xabar. Chunki eng katta muammo aynan hujjat ortidan yugurish edi. Lekin shu yerda muhim masala bor. Yangi tartib kuchga kirgani bilan hamma ish avtomatik ravishda hal bo'lib ketmaydi. Fuqaro o'z huquqini bilishi, arizasini to'g'ri yozishi, shaxsiy ma'lumotlari bazalarda to'g'ri turganini tekshirishi va muddatlarni o'tkazib yubormasligi kerak. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman, odamning huquqi bor, lekin hujjatda bitta raqam noto'g'ri yozilgan. Yashash manzili yangilanmagan yoki bank kartasi faol emas. Shuning uchun to'lov kechikadi yoki ariza rad etiladi. Avgustdagi o'zgarishlarning eng asosiy mazmuni shuki, ijtimoiy himoya, davlat xizmatlari, subsidiya, kompensatsiya, nafaqa va ayrim ma'muriy tartiblar bo'yicha fuqaroga yengillik berilmoqda. Bu yengilliklar bir nechta yo'nalishda ko'rinadi. Birinchidan, arizalarni ko'rib chiqish tartibida aniqlik kuchaymoqda. Oldin fuqaro ariza topshirgandan keyin kutib turing degan javobni ko'p eshitardi. Qachon ko'riladi? Kim ko'radi? Qaysi sabab bilan rad etildi? Buni bilish qiyin edi. Endi ariza bo'yicha javob aniq muddatda berilishi, rad etilsa, sabab ko'rsatilishi, kamchilik bo'lsa, uni tuzatish imkoniyati berilishi kerak. Ikkinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar bo'yicha tekshiruvlar faqat qog'ozdagi ma'lumotga qarab emas, real holatga qarab yuritilishi kuchaymoqda. Masalan, oilada rasman daromad ko'rinmasa ham, ba'zi aktivlar, mol-mulk, transport vositasi yoki boshqa ma'lumotlar bazada chiqishi mumkin. Aksincha, kimdir haqiqatda yordamga muhtoj bo'lsa-yu, eski bazada noto'g'ri ma'lumot turgani uchun rad javobi olgan bo'lsa, endi buni aniqlashtirish va tuzatish imkoniyati muhim bo'ladi. Uchinchidan, pensiya, nafaqa va kompensatsiya oluvchilar uchun bank kartasi, pasport ma'lumotlari, yashash joyi va oilaviy holat bo'yicha yangilangan ma'lumotlar juda muhim bo'lib qoldi. Chunki to'lovlar ko'p hollarda avtomatik bazalar orqali amalga oshiriladi. Agar fuqaroning pasporti almashtirilgan bo'lsa, lekin ma'lumot bankda yoki tegishli tizimda yangilanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. To'rtinchidan, davlat xizmatlarida navbat va ortiqcha ma'lumotnoma talab qilish holatlarini kamaytirish maqsad qilingan. Bu degani, fuqaro o'ziga tegishli bo'lmagan idoradan qog'oz olib kelishga majbur bo'lmasligi kerak. Masalan, oilaviy tarkib, doimiy ro'yxat, pensiya holati, ish haqi yoki soliq qarzdorligi bo'yicha ayrim ma'lumotlar elektron tekshiriladigan bo'lsa, fuqaro bu ma'lumotni alohida qog'oz qilib olib kelmasligi lozim. Men birinchi navbatda pensionerlarga e'tibor qarataman. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, avgustdagi o'zgarishlarda eng muhim narsa sizning ma'lumotlaringiz to'g'riligidir. Pasportingiz, amal qilish muddati, bank kartangiz ishlashi, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va pensiya hujjatlaringiz mos bo'lishi kerak. Ko'p hollarda odam, men har oy pensiya olardim,
nega bu oy kechikdi deb hayron bo'ladi. Tekshirib ko'rsak, bank kartasi muddati tugagan, yangi karta ochilgan, lekin tizimda eski karta turgan bo'ladi. Ikkinchi toifa bu bolali oilalar. Bola puli, moddiy yordam, maktabga tayyorgarlik xarajatlari, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa yordam turlari bo'yicha oilaning daromadi, farzandlar soni, ota-onaning ish holati va yashash manzili muhim. Masalan, oilada 4 nafar farzand bor. Otaning rasmiy ish haqi 2.500.000 so'm, ona ishlamaydi, ijara uyda yashaydi. Bunday oilaning ijtimoiy holati alohida baholanishi mumkin. Lekin agar ijara shartnomasi yo'q, bolalarning hujjatlari eski manzilda, otaning daromadi bazada noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ariza cho'ziladi. Uchinchi toifa bu nogironligi bo'lgan fuqarolar va ularning yaqinlari. Bunday oilalarda tibbiy xulosa nogironlik guruhi parvarish qiluvchi shaxs. Dori-darmon xarajatlari va reabilitatsiya ehtiyoji muhim rol o'ynaydi. Agar nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lsa, uni kechiktirmaslik zarur. Chunki muddat o'tib ketganda ayrim to'lovlar vaqtincha to'xtashi mumkin. Men bunday holatlarda doim maslahat beraman. Tibbiy hujjatlarni bitta papkada saqlang. Eski xulosalarni tashlab yubormang. Qayta ko'rik sanasini kalendarga yozib qo'ying. 4-toifa. Bu tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Avgustdagi tartiblar faqat yordam olish haqida emas, balki majburiyatlarni to'g'ri bajarish haqida ham. Agar siz o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, daromadingiz, to'lovlaringiz, soliq holatingiz va faoliyat turini to'g'ri ko'rsatishingiz kerak. Ba'zi odamlar men kichik ish qilaman, menga tegishli emas deb o'ylaydi. Lekin keyin subsidiya yoki kredit so'raganda bazada faoliyati ko'rinmagani yoki qarzdorlik chiqqani muammo bo'ladi. Keling, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan pensioner ayol har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. U pasportini yangi ID kartaga almashtirgan, lekin bankka borib ma'lumotini yangilamagan. Avgust oyida to'lov kelishi kechikadi. Ayol mahallaga boradi, mahalla bankka yuboradi. Bank esa shaxsiy ma'lumot mos emasligini aytadi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l nima? Pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefon raqami bilan bankka borib ma'lumotni yangilash. Keyin pensiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali to'lov holatini tekshirtirish kerak. Muammo katta emas, lekin vaqtida qilinmasa, odam bir necha hafta kutib qolishi mumkin. Ikkinchi misol. Samarqandda yashaydigan oila bola puli olish uchun ariza beradi. Oilada 3 farzand bor, ota mavsumiy ishda ishlaydi, ona uy bekasi. Ariza topshirilganda tizimda otaning nomida eski avtomobil chiqadi. Oila bu mashina allaqachon sotilgan deydi, lekin hujjatda hali otaning nomida turibdi. Natijada ariza rad etilishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda xulosa aniq. Mol-mulkni sotganda faqat pulni olib qo'yish yetarli emas, rasmiy qayta ro'yxatdan o'tkazish shart. Aks holda davlat bazasisiz boyroq ko'rinasiz, lekin real hayotda u mulk sizniki bo'lmasligi mumkin. Uchinchi misol. Farg'onada yashaydigan yosh oila uy-joy subsidiyasiga qiziqadi. Rasmiy ishlaydi. Oyiga 4 million so'm oladi. Ayol dekret ta'tilida, bitta farzandi bor. Ular ariza berishga tayyorlanadi, lekin nikoh guvohnomasi, daromad ma'lumotlari, yashash joyi va bankdagi kredit tarixi tekshiriladi. Agar oldin kichik kredit olib, oy kechiktirgan bo'lsa, bu arizaga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun subsidiya yoki imtiyozli kredit olishdan oldin kredit tarixini, qarzdorlikni, rasmiy daromadni va hujjatlarni tartibga keltirish kerak. 4-misol. Qashqadaryoda yashaydigan nogironligi bo'lgan fuqaro dori-darmon uchun yordam so'raydi. Unda tibbiy xulosa bor, lekin xulosa muddati tugashiga 10 kun qolgan. Agar u arizani topshirsa ham, tizim qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. To'g'ri yo'l: avval tibbiy ko'rik muddatini uzaytirish yoki qayta tasdiqlash, keyin yordam bo'yicha ariza berish. Chunki muddati o'tgan hujjat bilan murojaat qilinganda ko'p hollarda jarayon cho'ziladi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Shuni ham aytaman. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, qarzdorliklaringiz yo'q bo'lsa va davlat xizmatlaridagi shaxsiy kabinetingizda ma'lumotlar to'g'ri ko'rinsa, siz uchun bu o'zgarishlar asosan qulaylik beradi. Ya'ni har bir ish uchun alohida ma'lumotnoma olib yurish kamayadi. Murojaatlarni kuzatish osonlashadi. Rad javobi bo'lsa, sababini bilish imkoniyati oshadi. Lekin men xavotir olmayman degan odam ham kamida bitta tekshiruvni o'tkazib qo'yishi kerak. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Doimiy yashash manzilingiz to'g'rimi? Oilaviy holatingiz bazada to'g'ri aks etganmi?
Bolalaringiz hujjatlari joyidami? Shularni tekshiring. Chunki bugun kerak bo'lmaydi. Lekin ertaga yordam, subsidiya, pensiya qayta hisoblash yoki boshqa xizmat kerak bo'lib qolsa, aynan shu ma'lumotlar asos bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan nozik jihat shuki, hamma o'zgarish ham hammaga bir xil tatbiq etilmaydi. Ayrim tartiblar respublika bo'yicha umumiy bo'ladi. Ayrimlar esa hudud, toifa, daromad, oilaviy holat yoki xizmat turiga qarab farq qiladi. Masalan, ijtimoiy yordamda oilaning jami daromadi hisobga olinadi. Faqat ish haqi emas, pensiya, aliment, ijara daromadi, tadbirkorlik daromadi. Ayrim holatlarda mol-mulk ham baholanishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat vaqtinchalik ro'yxat va doimiy ro'yxat masalasi. Ko'p odam shaharda ishlaydi, lekin doimiy ro'yxati tumanda. Ariza topshirganda qaysi manzil bo'yicha ko'riladi? Qaysi mahalla mas'ul bo'ladi? Qaysi hududdagi xizmatdan foydalanadi? Shu savollar chiqadi. Bunday vaziyatda yashash joyingizni aniq ko'rsatish, vaqtinchalik ro'yxat bo'lsa, uni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Ariza bir idoradan boshqasiga o'tib vaqt ketadi. Uchinchi nozik jihat rasmiy daromad va real daromad o'rtasidagi farq. Ba'zi odamlar rasmiy ish haqi kam ko'rsatilgan, lekin real daromad yuqoriroq. Ba'zilar esa aksincha. Ba'zida eski daromad turadi, lekin o'zir ishsiz. Ijtimoiy yordam yoki subsidiya masalasida bu juda muhim. Agar ishdan bo'shagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi bekor qilinganini, bandlik holatini va daromad o'zgarganini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. 4-chi nozik jihat qarzdorliklar. Soliq, aliment, kredit, kommunal to'lov yoki ijro hujjatlari bo'yicha qarzdorlik ayrim xizmatlarda muammo tug'dirishi mumkin. Men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman, lekin amaliyotda shunday bo'ladi. Odam subsidiya olishga ariza beradi. Keyin kichik qarzdorlik chiqadi. Ba'zan 50 yoki 100 ming so'mlik eski qarz ham jarayonni cho'zadi. Shuning uchun ariza berishdan oldin qarzdorlikni tekshirish kerak. 5-chi nozik jihat ishonchnoma orqali ish yuritish. Agar pensioner, nogironligi bo'lgan fuqaro yoki yoshi katta inson o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi uning nomidan murojaat qilishi mumkin. Lekin buning uchun ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va ayrim holatlarda tibbiy yoki oilaviy asos kerak bo'ladi. Oddiy men uning o'g'liman deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat bilan tasdiqlash kerak. Men eng avvalo norasmiy xabarlardan ehtiyot bo'lishni aytaman. Telegram guruhlarda, ko'chadagi gaplarda, tanish-bilish maslahatida hamma pul olarkan, hamma pensiya osharkan, ariza bermasang kuyasan. Falon joyga pasport nusxasini yubor degan gaplar ko'payadi. Bunday xabarni ko'rganingizda darhol pasportingizni, karta raqamingizni, SMS kodni, plastik karta parolini hech kimga yubormang. Davlat yordami uchun hech kim sizdan karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. Ikkinchi xavf vositachilar. Men yordam qilib beraman, arizangizni tez chiqaraman, falon summa bering deydiganlar bo'lishi mumkin. Davlat xizmatlari qonuniy tartibda amalga oshadi. Agar rasmiy davlat boji yoki xizmat haqi bo'lsa, u kassaga bank orqali yoki elektron to'lov orqali amalga oshiriladi. Qo'lga pul berish, tanish orqali navbatni tezlatish, soxta hujjat tayyorlash keyinchalik katta muammoga olib keladi. 3-chi xavf noto'g'ri ma'lumot berish. Ba'zi odamlar yordam olish uchun daromadini yashiradi. Mol-mulkni ko'rsatmaydi, oiladagi ishlayotgan odamni aytmaydi. Hozir bazalar bir-biriga bog'lanib bormoqda. Bugun chiqmasa ham ertaga aniqlanishi mumkin. Agar noto'g'ri ma'lumot asosida pul olingani aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi, hatto javobgarlik masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, huquqingiz bo'lsa, qonuniy oling, lekin yolg'on ma'lumot bilan emas. 4-chi xavf muddatni o'tkazib yuborish. Avgustdagi ayrim o'zgarishlar ariza topshirish, qayta rasmiylashtirish, ko'rikdan o'tish yoki ma'lumot yangilash muddatlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bola puli uchun ariza vaqtida topshirilmasa, to'lov keyingi oydan boshlanishi mumkin. Nogironlik qayta ko'rgi kechiksa, nafaqa vaqtincha to'xtashi mumkin. Bank kartasi muddati tugasa, pul tushmay turishi mumkin. Bularning hammasi oddiy, lekin odamga real zarar keltiradigan holatlar. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-qadam aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, bolalarning hujjatlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, pensiya hujjatlari, bank kartasi va telefon raqam. Bularning hammasi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport seriya raqami, yashash manzili xato bo'lmasin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring.
Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqami faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta aynan sizning nomingizdami? Agar pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki yordam pulini olayotgan bo'lsangiz, karta masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Banka borganingizda ID karta yoki pasportni olib boring. Telefon raqamingizni yangilash kerak bo'lsa, darhol yangilang. 3-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Soliq qarzi, kommunal to'lov, kredit, aliment, ijro byurosidagi holat, bularni oldindan bilib olish kerak. Agar kichik qarz bo'lsa, uni to'lang yoki sababini aniqlang. Ba'zan odam bir necha yil oldingi jarima yoki qarzni bilmay yuradi. Keyin davlat xizmatida yoki bankda muammo chiqadi. 4-qadam, ariza berishdan oldin qaysi xizmat sizga kerakligini aniq belgilang. Bola puli kerakmi? Moddiy yordammi? Pensiya qayta hisoblashmi? Subsidiya olishmi? Nogironlik bo'yicha kompensatsiyami? Uy-joy masalasimi? Tadbirkorlik uchun imtiyozmi? Har birining talabi boshqa. Hamma joyga bir xil ariza bilan borib bo'lmaydi. Masalan, bola puli uchun oilaviy daromad muhim bo'lsa, pensiya qayta hisoblashda ish staji va ish haqi arxivi muhim bo'ladi. 5-qadam, murojaatni yozma yoki elektron shaklda qoldiring. Og'zaki gaplashib ketish ko'p hollarda natija bermaydi. Ariza topshirsangiz ro'yxat raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, tasdiq xabarini saqlab qo'ying. Davlat xizmatlari markaziga borsangiz, qabul qilingan hujjatlar ro'yxatini tekshiring. Mahallaga murojaat qilsangiz, kim qabul qilgani, qachon qabul qilgani, qaysi masala bo'yicha qabul qilgani aniq bo'lsin. 6-qadam, rad javobi olsangiz, darhol tushkunlikka tushmang. Rad javobida sabab bo'lishi kerak. Masalan, daromad yuqori, hujjat yetishmaydi. Manzil mos emas, mol-mulk chiqdi. Qarzdorlik bor. Muddat tugagan, tibbiy xulosa eskirgan. Sababni o'qing va bartaraf qiling. Agar rad javobi noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat portali orqali shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot emas, fakt yozing. Qachon ariza berdingiz? Qanday javob oldingiz? Nimani noto'g'ri deb hisoblaysiz? Qaysi hujjat bilan tasdiqlaysiz? 7-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Telefoningizda rasmga olib qo'ying, lekin original hujjatni ham yo'qotmang. Ayniqsa arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy xulosalar, sud qarorlari, aliment hujjatlari, mehnat daftarchasi yoki ish stajiga oid hujjatlar juda muhim. Bir marta yo'qolsa, qayta tiklash uzoq vaqt oladi. Agar masala davlat xizmati bilan bog'liq bo'lsa, eng avvalo davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda ko'p xizmatlar bo'yicha ariza qabul qilinadi. Hujjatlar tekshiriladi va qaysi tartibda davom etishi tushuntiriladi. Agar masala ijtimoiy yordam, bola puli, moddiy yordam yoki oilaning ijtimoiy holati bilan bog'liq bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali murojaat qilinadi. Lekin men yana takrorlayman, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumot bo'lsin. Agar pensiya yoki nafaqa masala bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limi orqali tekshirishingiz kerak. Ish staji, ish haqi arxivi, pensiya qayta hisoblash, to'lov kechikishi yoki bank kartasi bilan bog'liq masalalarda hujjatlarni oldindan tayyorlab boring. Agar bank kartasi to'lov tushmasligi yoki hisob raqam bilan bog'liq muammo bo'lsa, avval bankka boring. Chunki ko'p hollarda to'lov ajratilgan bo'ladi, lekin karta yoki hisobdagi texnik mos kelmaslik sababli pul ko'rinmaydi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, soliq organi, bank, davlat xizmatlari markazi va tegishli platformalardagi shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Faoliyat turi, qarzdorlik, hisobot, bank rekvizitlari va imtiyozlar bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Men umumiy ro'yxatni aytaman, lekin har bir xizmat bo'yicha qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Odatda pasport yoki ID karta, ariza, telefon raqami, bank rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibiga oid hujjatlar, daromadga oid ma'lumotlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosasi, ish staji yoki mehnat faoliyatiga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz ijarada yashasangiz, ijara shartnomasini rasmiylashtirish foydali. Agar mol-mulk sotilgan bo'lsa, uni yangi egasi nomiga o'tkazilganini tekshiring. Agar aliment olsangiz yoki to'lasangiz, bu bo'yicha rasmiy hujjatni saqlang. Agar ish joyingiz o'zgargan bo'lsa, mehnat shartnomasi, ishdan bo'shash buyrug'i yoki daromad ma'lumotlarini tartibga keltiring. Ko'pchilikning birinchi savoli shu bo'ladi. Avgustdagi o'zgarishlar tufayli pul oshadimi? Men bunga ehtiyotkor va aniq javob beraman. Ayrim toifalarda to'lovlar, kompensatsiyalar yoki yordam olish imkoniyati kengayishi mumkin. Lekin bu hamma uchun avtomatik pul oshadi degani emas.
kimning huquqi bo'lsa, kimning hujjati to'g'ri bo'lsa, kim belgilangan mezonlarga tushsa, o'sha odam foydalanadi. Shuning uchun hamma oladi degan gapga ishonmang. Siz o'zingizning holatingizni tekshirishingiz kerak. Masalan, bitta oilada daromad past, bolalar ko'p, ijara xarajati bor, nogironligi bo'lgan a'zo bor. Bunday oilada yordam olish ehtimoli yuqoriroq bo'lishi mumkin. Boshqa oilada esa daromad rasmiy ravishda yuqori, 2 dona avtomobil bor, uy-joy bor. Ular ayrim yordam mezonlariga tushmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas. Bu ijtimoiy yordamning manzilli bo'lishi degani. Hurmatli tomoshabinlar, avgust oyidagi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, davlat xizmatlari, ijtimoiy yordam, pensiya, nafaqa, subsidiya va kompensatsiyalar bo'yicha tartiblar aniqroq, elektronroq va fuqaroga qulayroq bo'lishi kerak. Lekin bu qulaylikdan foydalanish uchun siz o'z hujjatlaringizni tartibga keltirishingiz, ma'lumotlaringizni tekshirishingiz, arizani to'g'ri topshirishingiz va rad javobi bo'lsa, sababini aniqlab harakat qilishingiz kerak. Men sizga eng muhim tavsiyani yana bir bor aytaman. Pasport, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, qarzdorlik, daromad va oilaviy hujjatlarni bugunoq tekshiring. Agar yordam olish niyatingiz bo'lsa, avval hujjatni to'g'rilang. Keyin ariza bering. Shunda vaqtingiz ham, asabingiz ham, pulingiz ham tejaydi. Sizningcha avgustdagi bu o'zgarishlar oddiy odamlar hayotini yengillashtiradimi yoki amalda yana muammolar chiqadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda hukumat qarorlari, pensiya, nafaqa, subsidiya, kredit, kommunal to'lovlar va davlat xizmatlari bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.